Ijodiy kuzatuvchilari, YouTube tarmog'i uchun maxsus videoni ko'rishdan oldin like bosasizlar. Shoxsolini sizlarga video obzor qilib ko'rsatib beramiz. Big Ben hosildorligi zo'r. 3 marta terilgan bog'ni sizlarga ko'rsataman. Rangini qaranglar. Bleski joyida, mana kalibri ham joyida, hosildorligi ham joyida. Bog'idan qilib qo'ysalaring, rangni o'zi klientni jalb qiladi. Bu rangda ancha-muncha shoftollar yo'q. Sotaverasizlar. Yutug'i bog' ekilish sxema 5-3, gapimchalar bo'lib qolmasin. Yutug'i ertaki kam dorilanadi. Kam dorilanishi ham 3 marta dori bilan shoftolini shu holatga keltirasiz, pishadi, sotasiz, bo'ldi. Va boshqa muammo yo'q bo'ladi. Bozorda ko'rayotgan bo'lsalaring, mana shu shoftoli bo'ladi. Ichi sariq ko'rinishda. Biz buni ko'chatdan ko'paytirib qo'yganmiz. Bemalol zakaz qilib sotib olsalaring bo'ladi. Kalibri ham juda ham yirik. Sizlarga artilganda qanaqa holatga kelishini ko'rsataman. Ichi sariq, juda ham shirin shoftol. Bog' qilaman degan aka-ukalar bemalol zakaz qilib sotib olsalaring bo'ladi.